videoda ichi, tepani ichi $50. $50. Tepaga chiqsangiz $50. Dubayda Future Muzeega kelyapmiz. Future Muzeeda ruchka har xil o'zini suvenirlari bor. O'shandan birontasini esdalik uchun o'zimga sotib olmoqchiman. Bolam ismi Muhammad Qodir. Muhammad Qodir bilan birga muzeyda tomosha qilamiz. Bu metrodan yurish yo'li, metrodan kirib kelish yo'li. Tashqariga chiqamiz. Mana bu yerda lightinglarni zo'r ishlagan. Mana shu pastdan narsa sotib olamiz hozir, xudo xolasa. Muzeyga chiqadigan lift bu. Lekin haqiqatda zo'r ekan bular. Bizning magonimizdagi magazinlarda manilari ulanmagan deyman bu yozuvlar. O'sha og'ir ekan bu. Nechkilar bu? Bagajim to'lib qoladi-ku buni. Narxlari magnit ekan bular. Qalam 15 bu 29. $100 zo'r, ashyo narsalar emas. Mashina olishim kerak. Bu to'g'ri variant ekan. Saat yaptım herhalde. Güzel ekan. Saat mı? Bitta shunaqaligini ekan, bitta ruchka. Sumkasi kichkinagina ekan. Katta. Zo'r joy. Tashqarisidan ko'rsataman. Bu yerda kofe robot so'ydi. Kofe robot. Yo'llarini bilmadim. Kafe ekan.
Dubaydagi eng yoqtirgan binoyim shu. Killa Design arxitektori Killa Design qilgan buni. Ularning eng mashhur loyihasi bo'lgan.